Tojikistonda qayerga ketyapti? Zafarobodga olib ketyapsizmi? Xudo xolasa, ma'qulmi mana? Ishlar chiqarib ko'rdik. Aytgan razmerda, pris dahshat. Ha, xudo xolasa, ham tezligini ko'ryapsizmi? Ishlatish ham oson. O'samiz. Qashqadaryo qayerga olib ketyapsiz? Ko'kdalaga, xudo xolasa. Bugun chizlar necha? 30. Şimdi yakınık, oyda. Xudo xolasa 3 oy, 2,5 oy bosib mazag'i ishlatasizlar, ha? Yaxshi kunlarga ishlatinglar, ha? Loyiha. Manzil o'sha, Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Mana do'stlar, Samarqand Narpayga tayyorlagan apparatimiz, xudo xolasa bitta egalariga mana Ispaniyaga topshirdik. Aka, Samarqandni qaytadan? Samarqand Narpay. Ismingiz nima? Sharf. Xo'p, mana mashina imni gidrosilindrli blok razmerida elektriskiy zakaz qilgandingiz. Hamma yo'q ko'ngildagimi? Ishni o'lchang aka, siz aytgan razmer chiqyapti. Assalomu alaykum, bizni Biznes TV kanalimizda obunachilari hamda kanalimizning mehmonlari. Xudo xolasa sizlar uchun bugun juda ham bir ajoyib video obzor bo'ladi. Ya'ni mini g'isht zavodini turli xil ishlab chiqarishdagi apparatlarni barini sizlarga qisqacha obzor qilamiz. Ispitaniya qilib, ishlatib, yurgizib, narx-navolarni, rasxodlarini hamda soatiga qancha rasxod, qancha chiqaradi, narxlari qanday, hamda dastavkalari qanday, hammasini batafsil sizlar uchun tushuntirib o'tamiz do'stlar. Albatta videomizni oxirigacha kuzatib boringlar hamda bittadan like bosib, videomizda tarqatishda o'zlaringiz hissalaringizni qo'shsalaring. Yanada biz xursand bo'lasiz. Ha do'stlar, aytib o'tgandek, video boshida aytib o'taman. Kimgadir mashina apparatlar qiziq bo'lsa, murojaat uchun faqat mana shu ekran tagida, mana ya'ni ushbu nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Dastavka Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston bo'ylab ham yetkazdirib beramiz chiroyli qilib. Har bitta apparatimizda 1 yil garantiyasi bor. Har bitta apparatimizda har bir joyi yangi reduktor, motor, har bir detalini xudo xolasa chiroyli qilib yangi qo'yib, yurgizdirib, ishlatib, adresigacha yetkazdirib beraveramiz. Manzilimiz esa Qo'qon shahar do'stlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol. Qani biz unda hozir barini ishlashini tomosha qilamiz. Xo'p, dizelni ko'proq chiqaradigan rushnoy, solarishni, xullas benzinli, tokli hammasidan bor. Mana bu tarafda ham terilyapti. Xudo xolasa sizlar uchun ko'rsatib o'tamizki, bu ham o'sha gidrosilindrli blok razmerda ikkitadan chiqaradi. Bunisi ham xuddi shunday, xudo xolasa benzinli, mana ko'rib turibsizlar, benzinda rasxodi juda ham kam. Benzin motorimizda soatiga juda qisqa shu 500 gram rasxod qiladi, 1 litr ham qilmaydi. Xo'p, benzinlisi bor, 3 fazada ishlaydigani bor, ya'ni 3 fazada 5 kilovatli. Qaysidan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qani unda biz bu tarafda ishlashini birma-bir ko'ramiz. Narxlari bilan do'stlar, narxi rosa arzon qo'yardik. Xo'p, shu gidrosilindrlimiz Tojikistonga bu paltara razmerda chiqadi. 25, 12, 9, xohlasa 7 lik chiqaraveradi, farqi yo'q. Mana motorlarimiz yangi, bitta kalitda zavod bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hamma joyi xudo xolasa chiroyli, yangi qilingan. Turpoqlarning holati mana shunday bo'lsa bo'ldi. Xo'p, soatiga rasxodi juda ko'p qilsa 1 litr rasxod qiladi. Bir kunda mana shu g'ishtdan 2000 ta, 2500 ta, zo'r chiqarsa 3000 tagacha chiqaradi. Chiqarayapti bizdan olgan ko'kalarimiz, hammasi bilan bir maslahatlashib gaplashyapmiz. Bunisi mana tayyor bo'ldi, hozir krasi sepib buni ham jo'natamiz. Bunisi esa Tojikistonga, hozir tojikistonlik akalarimiz o'zi kelgan. Shu yerda Ispaniya qilamiz, tekshirib olib ketadi. Bunisi esa xuddi shu silindrlini, ya'ni dizelini rushnoy holatdagisi do'stlar. Bunda bir kishi ishlasa bo'laveradi, bemalol. Bunda ham bir kunda 1000 ta, 1,5 ta quysa bo'ladi. Paltara 7 farqi yo'q razmerda. Kimga qanaqa kerak bo'lsa qidirilaveradi. Xo'p, bunimizni narxiga kelsak do'stlar, mana shu joyida olib ketishlaring 4 milliongacha sotganmiz. Sizlar uchun 3 million 200 joyida qidiramiz. Undan kami yo'q. Xo'p, bunisiga kelsak 20 million sotganmiz do'stlar, mana shuni. Mana shu dizelini 20 million sotganmiz. Joyida 19 million, dastavka kelishilgan holatda adresiga qarab qo'shiladi. Xo'p, mana shuni benzinlisi bo'lsa
Benzinlisini 18 million qilib beramiz. Elektriskisini ham 18 million qilib beramiz. Faqat dizellisini 19 million. Xo'p, endi do'stlar, buni razmeri umuman farqi yo'q. Ikkitalik, bittalik farqi yo'q. Qilib berilaveradi. Narxida umuman farqi yo'q. Dollarga где-то xo'p, 1,5 ming dollar atrofida bo'ladi. 1,5 ming dollar bunisi bo'lsa, xo'p, bunisi esa benzinlisi 1,5 ming bo'lsa, unisi xo'p, toklisi va yana o'sha benzinlisi 1400 ga chiqaveradi. Bunisi esa 250 dollardan beraveramiz bularni. Rushnoy holatdasi. Hammasini hozir egalari bor, olib ketishadi. Endi bunisiga kelsak, bunisi o'sha gigantisi ham bo'laveradi. Bundan ham kattalari bor. Ko'rib o'tganlaringizdek, mishalkali, lentali, xo'p, tokli, benzinli farqi yo'q. Bunisi Solarishning 11-15 motorimiz. Katta motordan qo'yilgan, xudo xolasa sizlar uchun buni ham hozir ishlashini tomosha qilamiz. Soatiga 1000 ta bemalol xoh paltara, xoh standart, xoh blok razmerda qilib beriladi. Soatiga 1000 tadan chiqaradi. Paltara yoki standartdan, blokdan kamroq. Xo'p. Motorimiz rasxoti 1 litr 200 yozilgan. Juda qisqa 1,5 litrgacha soatiga rasxot qiladi. Rushnoy ham zavod bo'ladi, и kalitda ham zavod bo'ladi. Turpoqlarning holati mana shu. Faqat nam turpoq tashlanadi. Bunda 3 ta 4 ta ishchi kerak. Komplekt holatda aravachalari hamma yo'g'i bor. Xo'p. Betini xohlovchilar uchun polavtomat qilib beraveramiz. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, bexijolat. Buni narxini ham do'stlar 30 milliongacha sotganmiz. Narxini ancha tushirib qo'ydik. Xo'p, dollarga qancha bo'ladi degan do'stlarimiz uchun hozir aytib o'tamiz. Dollarda 2200 dollarga yasab chiqarib beraveramiz. Bu dastavka adresiga qarab qilib beriladi. Xo'p, shuni mishalkali, lentali bo'lsa do'stlar 2700 dollardan beraveramiz ularni, xudo xolasa. Toklisini ham qilib berilaveradi. Mana shu holatdagi toklisi bo'lsa do'stlar, faqat mana shu motor o'rniga agar tokli qo'yib beradigan bo'lsak, kimgadir toklisi ham 3 fazada ishlaydi faqat. Unisini esa 2000 dollardan qilib beraveramiz. Xo'p, ana narxlar shokolad narxi vashshi arzon narxda. Kimgadir kerak bo'lsa, qani endi biz hozir bitta ishlashini tomosha qilamiz. Ishlariga o'zlaring baho berasizlar ishlashiga. Ma'qul kelsa, bittadan laykni bosib, o'sha ana shu nomerlarga shunday aloqaga chiqasizlar. Bo'ldi. Ha, o'zingiz yurgizingchi. Xo'p. Ya buni ushlab turasizmi? Ishlab turish kerakmi? Picha uni qo'shib keyin qo'yib yuborasiz. Bag'dan tiqing qo'lda. Pastda. Ha, pastda. Mana. Ha. Bo'ldi. Keyin buni ko'tarasiz buni, ha? Bosing. To'xtang. To'xtab turing. Xo'p. To'xtang hozir. Akkumulyator yosh tekka yo'q. O'zingizga buraysiz aka. Tojikistonlik mehmonimiz o'zi. O, qanday aka? Zo'rmi? Tojikistonda qayerga? Zafarobodga. Nima deng? Gapiring. Tojikistonda qayerga ketyapti? Zafarobodga olib ketyapsizmi? Xudo xolasa, ma'qulmi mana? Ishlar chiqarib ko'rdik. Aytgan razmerda, pris dahshat. Ha, xudo xolasa, ham tezligini ko'ryapsizmi? Ishlatish ham oson. Ikki kishi maza qilib ishlataverasizlar, aka. Xudo xolasa, dastavkasi bilan xudo xolasa Zafarobodga bugun 4-iyul kuni sizga yetkazdirib beramiz, ha? Ishonsa bo'larmikan, bemalol zakaz qilsa bo'laveradi. Zo'rmi? Endi bitta rushnoyni ko'ramiz, ishlashini. Bu ham shu razmerda chiqaradi do'stlar. Hozir bitta ko'rib buni ham o'zlaring baho berasizlar. Qo'l, takon, deymi? Yopul. Bosamiz. Bosing.
silkma. O. Olavering, ikki yoniga qo'ying aka. Mana do'stlar, rushnoylarimizdan chiqishi. Bu ham o'sha paltara razmerda. Mana. Bu rushnoydan qo'ying. Rushnoydan chiqyapti. Bunisi o'sha silindrlardan chiqyapti do'stlar. Xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, buni keyin juda ko'pchilik penoblokda, gazoblokda отходini mana shundan ishqib chiqaryapti. Juda ko'p shu gazoblok, penoblok apparati bor akalarimiz. Ya bo'ldi, bunisi bir xil ikkovi ham mana ko'rib turibsizlar, bir xil. Endi bunisini ishlashini tomosha qilamiz. Boshliq qo'shing buni. Xudo xolasa chiqargan ishlari mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, paltarada. Ikki chekkada отходы bor, отходlarni olib tashlandi. Loyimizda ozgina suyuqligi bor. Kimgadir undan yoki bundan farqi yo'q, ko'rib turibsizlar. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, shunday aloqaga chiqasizlar. Chiroyli qilib hisob bitirib adreslaringizga yetkazib beramiz. Paltara razmerda chiqaradigan Tojikiston Panjikentdan kelgan aka. Va aka, Panjikent qaytidan? Chorvoqdan. Chorvoqdan aka, mana. Xo'p, 25, 12, podyomi 9. 3 talik chiqadi, mana 3 ta skurlari. Solarishli motorda bitta kalitini burasa zavod bo'ladi. Xudo xolasa soatiga 1 litr rasxod qiladi solarka, ya'ni dizel. Hamma yo'g'i yangi qo'yildi. Aka, yangi qo'yildimi? Oldingizda silindrlar yangi, shilanglar, inshi, respirator, motor hammasi xudo xolasa yangi. Kimgadir kerak bo'lsa, bunisidan ham zakaz qilib beraveramiz. Mana do'stlar, Samarqand Narpayga tayyorlagan apparatimiz Xudo xolasa bitta egalariga mana ispitaniya qilib topshirdik. Aka, Samarqandni qaytidan? Samarqand Narpay. Ismingiz nima? Sharif. Xo'p, mana mashina iminni gidrosilindrli blok razmerda elektriskiy zakaz qilgandingiz.
Hamma yo'g'i ko'ngildagidaymi? Ko'ngildagidek, ko'ngildagidek. İşte o'lchang aka. Siz aytgan razmer chiqyapti. 15, Hop, 17 yarım, hop. 35, 35, 17 yap. 17 yarım. Siz aytgan razmer xudo Razmer, xolasa. razmer. Bu chiqing ustiga bitta. Shundoq. Ana, Mana aka. Shu bularga qarangizda, shu. zakonni xudo xolasa. Bitta like bosib qo'yasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Telefon nomerlarimiz mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat xizmatlaringdamiz. Xo'p. Dastavkalar Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston 12 viloyatga bor. Xo'p, mana shu tayyorlagan apparatimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir bunaqasidan kerak bo'lsa, Qashqadaryo qaytadan? Ko'kdala. Ha? Hozir buni ham bitta isbitdan qilamiz. Sizlar uchun albatta buni ham ko'rsatamiz. Mana shu akamdan ozgina intervyu bor aka, xudo xolasa. Qani unda unisini ishlashini tomosha qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Ha aka, nima o'ylanib turibsiz? Ha? Nima deydi? Qanday chiqdi sifati deyapti. Ma'qulmi? Zo'rmi? Pashti quruq turpog'ida chiqardik-da hozir. To'g'rimi? Loy bo'lganda zo'r bo'lardi. Ha, zakonni mana. Hali bir ochilgan yo'qda, ochilsa ajoyib bo'ladi. Mana ikki chekkasi atxot chiqadi, buni srazi qaytarib tashlanaveradi. Va обязательно uni ikki chekkasidan ana shu atxot chiqadi, hop. Bag'dan ham mana bu ham atxot. Bunisi ham atxot mana. Qashqadaryodan qaytaga olib ketyapsiz? Ko'kdalaga, xudo xolasa. Bugun sizlar necha? 30-chi Kunni yakuniga, oyda yakun. oyda oy. Xudo xolasa 3 oy, Yakunga ketyapti. 2,5 oy bosib mazag'i ishlatasizlar, ha? Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka, ha? Iloyim. Manzil o'sha, Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Kimgadir aynaqa dizelni, benzinli, solarishni, xullas, elektriskiy kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xizmatlaringdamiz.